Qanday yaxshimi? Men ko'p qarindoshlarni anglab ketdim. To'nglatqimda g'ayriroq bor deb, buning men ikki xil sababi bor bunday presilarga. Bugun to'nglatni tozalab atqandim shuning uchun. Men buni ichini bikaladim. Tokdan chiqaramiz oldi bilan. Tokni chiqarib etdim. Qarasanglar, buning ichi mana. Buning bilan olsanglarmi, mana ko'rgandek ahli chiqadi. Sizlar bu ya'ni quloq ko'rik uch bilan pakiz tozasanglar bo'ldi birinchidan. Eng muhim yerdan biri bo'lgan yer. Balki bilmasganlar mumkin. Buning orqa qismi mana shu. Ko'rdinglarmi busini? Men xili uzundan tozalamagandim. Unutib qoldim ham. Ham g'ayriroq bo'lmaganlik uchun. Bir xil bu qetim purab qoldi, shunga qarab baxdim. Bu bizningki to'nglatqudagi sesib qolgan, buzib qolgan narsalarniki eqib kelgan suvlar bu yerga keladi. Shuning uchun bu yerda mana shunday sular yig'ildi. Bu sababdan bizning to'nglatqularimiz sesiq g'ayrib qo'ydi. Biz buni bu tarafga qayirib, men ichib bo'lgandim, shunda bo'ldim. Bu tarafga qayirib turib ochamiz. Qayirib turib ochgandan keyin zo'rlab qilsak, chakkadek ovoz chiqadi. Ovoz chiqqandan keyin andan olamiz. Mana ko'rdinglar busini, mushisini pakiz tozalab qilib, andan keyin yana joyiga sap qo'ysanglar bo'ladi. Mana ko'rdinglar, mana shunday suvlar yig'ildi. Mushularni pakiz tozalab etib, andan keyin buning ostini ko'rdinglar. Bu yerdagining biri sunib ketadi. Sungandan keyin o'rniga keldi yana tozalab bo'lgandan keyin buni sizlar silishni yutib qo'yay yana. Yana buni bu tarafga akab turib buni mo'yang ichiga selib olib bo'lgandan keyin o'ttirni besib turib, yana mush tarafga to'g'ri akilib, mush taraf maymaqroq solamiz. Bu holatda selib turib, oldimizga ittirib qilsak, o'rniga tushadi. Mush holatda solsanglar bo'ladi. Besib turib. Cho'qim buni sol tarafga to'g'ri qilsanglar, toza kuchab, bekmi kuchaytmoqni kuchab qilsanglar, chikkadek ovoz chiqadi. Undan keyin üst taraf ko'tarsanglar, ichiladi. Undan keyin yana sala yuvib bo'lgandan keyin mush sol tarafga qilib oldini besib turib, oldinlarga tortib chingizsanglar, yana chingib tushadi. Mana mush yo'qolmaydi ekan, mush maynatlar tozalmaydi ekan, sizlarningki to'nglatqudagi g'ayriy quloqlar hargiz yo'qolmaydi.